Butkul koinotda nihoyatim qo'rqinchli osmon jismi bor. U bo'lsa-mu qora o'nkir. Uning nihoyatim kuchli tortish kuchi barliq mavjudotni yutib ketalaydi. Hattoki surati nihoyat tez nurmi uning tavali kirib qolsa qechib ketalishi mumkin emas. Biz hammamiz bilamiz. Qora o'nkir zo'r miqdordagi massaliq turg'u yulduz vayron bo'lishdan oxirgi mezgili kirgandan keyin tortish kuchining go'mirlikdan shakllangan bu xil qora o'nkirning massasi odatda quyoshnikidan necha 10 hassa yoki necha 100 hassa yuqori bo'ladi. Uningdan sirt koinotda massasi buningdan nihoyat cho'ng qora o'nkirlar mavjud. Bu bo'lsa-mu darajadan tashqari cho'ng massali qora o'nkir. Darajadan tashqari cho'ng massali qora o'nkirning hammasi yulduzlar sistemasining markaziga joylashgan. Uning massasi quyosh massasining 1 million hassasidan 10 milliard hassasigacha bo'lgan oraliqida bo'ladi. Ya'ni hozir biz turayotgan samoyo'li sistemasining o'ttiridimi bir darajadan tashqari cho'ng massali qora o'nkir bor. Uning nomi qavis yulduz turkumi A yulduz. Uning massasi taxminan quyoshning 4 million 300 ming hassasiga to'g'ri keladi. Uning bundoq darajadan tashqari cho'ng massali qara o'nkir zodi qanday shakllangan? Dastlabda olimlar darajadan tashqari cho'ng massali qara o'nkir balkim turg'u yulduz darajali qara o'nkirning qo'shilishi yoki asta-asta moddalar yutib etishdan shakllangan bo'lishi mumkin deb qaragan. Ammo bir yulduz darajali qara o'nkirning darajadan tashqari cho'ng massali qara o'nkirni shakllantirishiga necha milliard yil vaqt ketadi. Asli bilimlardan ko'zda bayqishcha olam paydo bo'lib 800 million yildan keyin 1 milliarddan ortiq quyosh massasili qara o'nkir mavjud bo'lgan ekan. Shunga darajadan tashqari cho'ng massali qara o'nkir yulduz darajali qara o'nkirning go'mirlishdan paydo bo'lgan emas. Navbatda ko'plagan olimlarning qarashicha darajadan tashqari cho'ng massali qara o'nkir koinot barliqqa kelgan dastlabki mezgilda ibtidoiy gaz tumanligidan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Dastlabki mezgildagi koinotning gazliq bo'lib zichligi imtihon quyuq bo'lg'achqa, uning ustiga zich to'plagan tumanliq massasi necha yuz ming quyosh massasiga yetgan bo'lg'achqa, tumanliqning to'planishi nurg'u yulduz shakllanishdan ilgari bevosita qo'rilib, eng dastlabki qara o'nkirga aylangan. Ondan atrofdagi moddalar yig'ilib, turg'u yulduz va sayyorlarni hosil qilib, eng oxirida necha 100 milliard turg'u yulduzdan tuzilgan yulduzlar sistemasini shakllantirgan. Mazmunlar musha yerda yaqqashdi. Keyingi qismda biz al-ihrom to'g'riliq yana bir qatim to'xtalamiz. Qo'llasangiz e'lon bilan yulduz belgisini chekib qo'ying.